Sizlarga ham qo'yaylik. Shunaqa trenddagi muzikalarni qo'ysa ko'rasizlar. Shunaqa trenddagi narsalarni olsa ko'rasizlar. Ehson desa ko'rmaysizlar, ha? Assalomu alaykum Xalq dardi kanali kuzatuvchilari. Bu o'ynashimizda nima sabab? Nima deydi? Mana shu trenddagi muzikalarni olib, shunaqa qilib chiqsa, odamlar juda ko'p prosmotr, likelar soni ko'payib tarqaladi-da. Lekin biz mana ehson video qo'yib, mana yaxshilik qilib qo'ysak, prosmotr ham kam, like ham kam. Iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelsa shu bittagina like-ni bosib, ehson qila olmasangiz ham ehson qilayotgan odamlarga jo'natib qo'ying shu videoda. Qadimoqchiman bu gapim bilan. O'zi mana terdik, mana shuncha blok ter qo'ydik kecha. Endi buni sekin terilishini sababi buni chizib, chiroyli qilib odam o'tib qaytish uchun chiroyli qilib teraylik deyapmiz. Nasib bo'lsa mana shu yerga yetayotgan g'ishimiz bor. U tomonga ham ozgina ortadi. Sberbank kartamizga 4800 rubl bo'libdi. O'zbek yangani o'zlarining kartalarini tekshirib ko'rdik, oldingisini yechib oldik. 92 ming so'm pul tushgan ekan kecha tekshirib ko'rdik. Bu endi bilmadim, u qanday qolgan ishlarni teramiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Sababi men shu shayx bilan shayxni shunday bitkazib olaylik. Keyin u tarafda o'zlaringiz aytasizlar. U tarafda ham agar o'ramoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, o'zlaringiz aytib o'tasizlar. Nima demoqchiman? Ehson qilishda davom eting. Hozir yurib turibdi, oyog'ingiz but, qo'lingiz but. Qo'lingizdan kelsa, hozir ehson qilib qoling. Endi o'lamiz, ketamiz, keyin foydasi yo'q. Ehson ham qila olmaymiz. Kimmi insonni yaxshiligi bilan eslash ekanda, yomonligi bo'lsa, yomonligi bilan eslash ekan. Bu dunyoda yaxshilik qilsangiz ham o'tadi kun, yomonlik qilsangiz ham o'tadi kun. Shu qo'limizdan kelgancha, mana o'zi bir o'zim ishlayapman shu yerda hozir. Nima sababdan? Shu mana shu yerga sal ekonom bo'lsin, yordam bo'lsin degan maqsadda bir o'zim ishlayapman. Agar ustalar bo'lsa tushunadi, buni chizib terish salgina qiyinroq. Bir o'zimlik uchun imkon qadar teryapman. Agar qo'llaringizdan kelsa, talmarjonliklar, men yordam beraman, shu narsani tushunaman desanglar, kelib yarim kun, 1 soat ertaga kelib yordam berib ketishingiz zamon bor. Hammaga kattakon rahmat aytaman. Kuzatib boringlar. Pastda kartalar bor, Sberbank karta ham bor. Bemalol Rossiyadagilar 100 rubl, 50 rubl, 10 rubl, 20 rubl qizig'i yo'q. Qo'lingizdan kelgancha befarq bo'lmang videoga. Taylab qo'yinglar. O'zbekistondagilar bo'lsa 5 ming, 10 ming farqi yo'q. O'zbek kartalari ham turibdi, yangamizni o'zini telefon raqamlari ham turibdi. Bemalol taylab qo'yishlaringiz mumkin. Nima deyman? Hammalaringizga rahmat. Shuncha qo'ldan kelgancha shuncha yaxshilik qilgan, ehson qilganlar uchun ham kattakon rahmat. Nimaiki niyatda yaxshilik qilgan bo'lsanglar, Xudoyim Alloh taolo o'zi qabul qilsin, o'zi dargohida qabul qilsin. Hammaga rahmat aytamiz, kuzatib qolinglar, kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan saxovatpesha insonlar, mana siz kabi yaxshi insonlar bor ekan, bizni hovlimiz o'rashni boshlab, mana boshlanib, g'ishlar terib bo'linyapti. Buning uchun sizlarga kattadan katta rahmat aytaman. Qilayotgan ishlaringizni Alloh o'zi mukofotini bersin. Alloh sizlardan rozi bo'lib qilayotgan savob ishlaringiz bardavom bo'lsin. Yana sizlardan kutib qolardim. Yana ozroq yordam bersalaringiz, hovlimiz o'ralib qolsa, ko'nglimiz ancha taskin topib, xotirjam yashagan bo'lardim. Chunki bu farzandlarim yolg'iz qolishini o'ylab, kecha kunduz halovatdan nima qilishni bilmay chorasiz qolgan paytimda sizda yaxshi insonlarni Allohim menga yo'latib, mana shu ishlar boshlandi. Buning uchun sizlarga o'lgunimcha duo qilib o'taman. Alloh taolo insonga eng oliy ne'mat farzandni hadya etadi. Inson mana shu farzandi uchun umr bo'yi eng yaxshi ko'rgan narsasini ravo ko'radi. Uni har qanday yomon narsalardan asrashni istaydi. Men ham shu ikkita farzandim uchun bo'lgan ishlardan keyin nima qilishni bilmay, chorasiz, umidsizlikka tushgan paytimizda sizda yaxshi insonlar tarafidan ehson bo'lib, mana hovlimiz aylanishni boshladi. Ilohim, buning uchun sizning farzandlaringiz kelajakda yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi martabalarni egallab, yuzingizni yorug' qilib, aqlli, chiroyli, soliha farzandlar bo'lsin. O'g'lingiz qori yigitlar bo'lib, suyangan tog'ingiz bo'lib, el koriga yaraydigan farzandlar bo'lsin. Nimaiki ko'ngildan ezgu niyatingiz bo'lsa, ilohim hammasi ushalishini tilayman. Allohdan sizlarga sog'lik, salomatlik, oilangizga qut baraka topayotgan ishlaringizga, qilayotgan ishlaringizga rivoj tilab qolaman.
Opasizlar, mana shu tarafda ham ozgina g'ish kerak bo'ladi. Buni ham g'ish olishimiz kerak, g'ishimiz yetmaydi. Sberbank kartamizda boya aytib o'tganimizdek 4800 rubl bor ekan. Yangamiz kartalariga 92 ming so'm bor yo'g'i tushgan. Bu tarafdagi hozir sal qiyin vaziyat bo'lib turibdi. Endi o'sha taraflarni hech bo'lmasa chiroyli qilib terib olaylik. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Bilasizlar, temir eshik ham mayda pulli narsa emas. Bunga ham anchagina pul kerak bo'lib qoladi. Hozir agar yangisini yasatamiz desak, taraflarning o'zi 1 millionlar atrofida bo'lib turibdi. Endi ikkita bo'ladi-da, bu ikkitali eshik bo'ladi. Menimcha shu 1,5 millionga borib qoladi agar hech kimdan eshik chiqmasa, topilmasa. Shuning uchun qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. Mana bu taraf o'sha kun ko'rsatganimiz. Bunga ham chiroyli qilib terib boryapmiz. Bu taraflar terilgan. Sodiq akam qadamlab hisob kitob qilyaptilar. Aka. Ha. 4,5 metr bo'lsa aka, o'sha 12 tadan 12,5 13 ta atrofda ketib qoladi. Shu tarafga 12,5 ta 12 ta ketsa 10 qator 10 qatorga 120 ta ketadi. 10 qator pas bo'lib qoladi, 12 qator qilsak 120 ta bo'lsa 100 ta 42 ta 144 ta 144 ta g'ish kerak shu tarafimizga. Hamda iziga ketadi. Mana shunday iziga ketadi. Hay, iziga ketadi. Ketadi. Давай, чачи. Вона когда чачи, пока асыл изди. Bilsem yetinci mi? Kamera ili tutur bu tutur ili tutur bu. Turbulentan bugün mü? Etti. Hani işte. İtaç kesin dedi. Ne diyor? Yardım et yani. Çok yaptın mı? Tamam. Ha. Birinci lazeri kadar maksimum. İli. Koma, koma iki para bitecek mi şu ya? Bilmez savurdu. Şöyle oturup kutum kalın yakaladım. Hakikaten sadece o kadar bir altı dokuz lira. İkram edip gidelim. Elime gidelim, gidelim. Ha? Evet, daha çabuk. Haydi bak şöyle Brezilya'da gideyim yanında. Şöyle Brezilya'da gideyim ha şöyle. Hı. Hı. Ha mi? Hı. Gidecek ya biz zaten de. Attım bu. Yo, zaten de. Yani Türkçe. Vallahi. Mikrofon telef gittiniz ki. Ne? Şuraya. Ha, sal tikir oldu. Keçe biraz mı istekil abdanki? Selamat olun. Bu işte keçe alta geldi. Hadi kal kuras. Bu hadi. Hadi kuras bugün eti koyma kadar. Haydagi kasal bo'lganda men kasal bo'lsam bo'lmaydi. Hadi. Buna kadar hadi. Turpani oyna qol. Men turchi var. Oyna ko'rsataydi. O'ynaysiz va odamlar shuni ko'radi. Lekin yaxshi kerakda bo'ladi, rahmat o'zingiz. Ne ertalabdan keldik? Kecha video qila olmadim. Bu ish ketdi. Bu ish nima degan? Qilib, ish degan.